Hammaga assalomu alaykum. Sizlar ham bir oilamsizlar, sizlar bilan ham bo'lishkim keldi bitta narsa. Kecha juda siqildim bor, juda o'ylandim-da, nimaga inson zoti bunaqa bo'lib ketgan. Bitta qiz mendan nigina iltimos, bu yo reklamam bor edi, qo'yib berib turing dedi. Demandan oldin reklama beradigan qiz. Ishonchimga kirib iltimos bo'lmasa meni ishdan haydab yuborishadi, yo bu yoqda xo'p deb 6 ta istoriya qo'yib berdim. Mendan $1200 qarz bo'ldi-da u qiz. Kecha meni blokka tiqib qo'yibdi, qaranglar. Inson zotiga ishonib bo'lmaydi-da, ishonsizlar. Odamni tushunib, shunchalik o'ylab nima qilibman deyman, bor-ku. Mayli u Xudodan qaytarmanga. Lekin men bu abidna-da. Nega siz ishonchingizni hamma kirib aldaganmi, men aldamayman deb turib meni blokka tiqib qo'yish, $1200 pulim olib teshib chiqsin deb